Aka-ukalar, oxirgi telefonimiz egasini aniqlaymiz. O'tgan bozor bitta telefonning egasini aniqlagandik. Endi 28-dekabr kuni, ya'ni ertaga Moskva vaqti bilan 20:00 shu telefonning egasini aniqlaymiz. Bu bilan cheklanmayapman. Yana bitta she'riy, ya'ni shu telefonga she'riy deb 5000 rubl bilan beraman. Sharti qanday bo'ladi? Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Menga obuna bo'lishinglar shart emas. Ixtiyoringlar, настроениyalar qaranglar. Bitta dona komment yozasiz, yaxshi komment yozasiz. Ushbu kommentariyingiz ko'proq like yig'ish kerak. Yana qanday ma'noda ko'proq yig'sa bo'ladi hayotda desanglar, shu kommentariyalarga yaqin do'stlarni отметка qilib qo'ysanglar, o'kini shu kommentariyani ko'rsatinglar. Ya'ni mana shu komment yozib, shu videoga like bosib qo'y desanglar, yana ham ko'proq sizlarga shans bo'ladi. Kimi kommentariyasi ko'p like yig'sa, shu insonga bitta telefon va ikkinchi ishtirokchiga bir dona 5000 rubllik hadya qilamiz. Sraz beriladi. O'tgan safargi bozor kungi telefonning egasi aloqaga chiqqan 28-kuni jo'natib olasiz degan tanishning nomerini berib yuboramiz. Xo'p, 217 Pro Max bor. Bizdan bilet olayotgan insonlar 31-dekabr kuni mana shu Instagram kanali orqali aniqlaymiz. Shuning uchun bekarga aytmadim, videoda borsa olasizlar, obuna bo'linglar, olsanglar obuna bo'lmanglar deb shartlarni hamma yoqda informatsiyalar berib boryapman. Faqat sizlardan podдержка akalar. Bugun 27-dekabr, hozirda o'zida videoni joylayman. Hozirda o'zida bir dona komment, like'lar ko'p bo'lishi kerak. Shu kommentariy yozganinglar, do'stlarni отметка qilib qo'ysanglar, ko'proq sizlarga shans bo'ladi. Ular shunaqa gaplar. Hammalarga omad tilayman. Sog', salomat bo'lasizlar. Inshaalloh yana qanaqadir biror narsa qilish kerak bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar.